Ma'lum bo'lganidek, Xitoy Sharq Turkistonda yillardan buyon yo'lga qo'ygan irqiy qirg'inchilik siyosati doirasida millionlagan Uyg'urlar gunohsiz turmaga tashlandi. Millionlagan kishi oilasidan yiroq emgak lagerlarida ishlashga majbur bo'ldi. Bolalar ota-onasidan ayrildi. Yaqinda Xitoy ijtimoiy aloqa supalarida hambakirlangan bir senda Uyg'ur boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onasi bilan jam bo'lish orzusi ifodalandi. Videoda Xitoy o'qituvchisi Uyg'ur o'quvchilardan eng ko'ngil bo'ladiganlar nima deb so'raganda, bolalar bo'lsa dadam qachon qaytib keladi, tog'am qachon qaytib keladi, ukam meni seg'inadi, dadam nemishqa o'qishga ketdi, dadam nemishqa o'lib ketdi degandek savollarni so'ragan. Xitoy Sharq Turkistonni xitoylashtirish planiga asosan ko'plagan yer nomlarini va turli o'rinlarning nomlarini har xil bahona bilan o'zgartmoqda. Atalmış Şinjan gezitining 28 fevral xabar qilishicha, Xitoy hukumatı yaqinda Xotan aerodromining nomini Xotan Kungang aerodromi deb o'zgartgan. Xitoy xabarlarida yana Qashqar, Oqsu qatorli viloyatlardagi aerodromlarning nomlarini o'zgartishi mumkinligi tilga olingan. Amerika hukumatı uqtirish tarqitib, hukumat organlarining rasmiy telefonda Xitoy video tarqitish updateli TikTokni ishlatishni cheklash buyrug'ini ijro qilish uchun 30 kun muhlat berdi. Aqsaroyning uqtirishida TikTok updatelini boshqaradigan ByteDance shirkatining Xitoy kompartiyasining TikTok updateli abonentlarining sonliq ma'lumotiga erishishga yo'l qo'yish ehtimoli borligi gumonni qo'zg'agandan keyin 12 yanvarda ma'qullangan davlat majlisi belgilanmasi bo'yicha hukumat telefonlari va sistemlarida TikTokni ishlatishning cheklanganligi qayd qilindi. Uqtirishning raqamlik aslahalarini kafolatga ega qilish Amerika xalqining bexatarligi va maxfiyatligini qo'g'dashni maqsad qilganligi o'tirg'a qo'yildi. Wall Kochisi gazetining xabar qilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 5 burchaklik bino Xitoy Amerika portlaridagi g'oyat zo'r yuk kranlarini jasuslik va buzg'unchilik harakatlari uchun ishlatiladi deb qaraydi ekan. Ba'zi davlat bexatarlik va 5 burchaklik bino amaldorlarining kranlarni Troya at bilan selishtirganligi bayon qilingan xabarlarda kranlarda kompyuterni iz qo'llay oladigan va manzilni mo'lchallay oladigan senzor borligi ko'rsatilgan. Yaponiya va Amerika Tinch okeanda Xitoy tahdidiga qarshi manevr o'tkazdi. Yaponiya vaqt gazetining xabariga qaraganda, Yaponiya quruqliq o'zini qo'g'dash qismi Amerika dengiz armiyasi quruqliqda jang qiluvchi qism bilan Temir Musht birlashma manevrining bir qismi sifatida Tokunoshima orlig'iga qo'nish manevri o'tkazilgan. Yaponiyaning g'arbi-janub taqim orollarini qo'g'dash va Xitoyning kunziri kuchayayotgan dengiz armiyasini kontrol qilish iqtidorini o'rtaq muayyanlashtirishni maqsad qilgan taraflar manevrni Nansey orlig'iga yaqin rayonda o'tkazgan.